Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2026 yili 2 ayning 7 kuni shanba. Ikki haftada bir qatim qildigan naq maydon videosini hozir boshlayman. Ko'rdinglardek, men bugun uyda emas. Hozir men San Francisco shahrida, Amerika Kaliforniya shtatiniki shimoliy tarafidagi cho'ng shahar Kaliforniya shahrida. Shunga tunin kelgan bu yerga bu video qilgandek sharoitni hozirlab bo'g'uchilik sal vaqt kechikib ketdi degan sal keyinroq boshlab qoldim. Bu qilinglar. San Fransiskoga bir nazarga keldim bu qatim. Sizlarga 1-ayning 10 kuni atrofida, yana bir qatim 9 kuni, yana 1-ayning 9 kuni bir video qilib bergan. Shu chaqda men uyda emasdim. Shu chaqda San Fransiskoga kelgan. U chaqda bir nikoh, 1-kuni nikoh, 2-kuni to'y. Shuniga kelgan. Bu qatim nazarga keldi menda. Bir deymiz bir musibat sababi bilan bizniki bir uzun yillik tunishimiz bor edi. Urumchidan tortib tunishadigan, o'qiyotgan vaqtimizdan tortib tunishadigan bir xonim bor edi. O'tganda birinchi ayda kelgan chaqda nikoh to'yda bilib bo'lgandik. Ular yaqinda 3 oyda safarga chiqib ketgan. 3 davlatga safarga chiqib qolgan 2 davlat safarlarini oxirlashtirib 3-chi davlat Turkiya Istanbulga kelgan vaqtida bir tuyuqsiz kasal, jiddiy kasal sababi bilan vafot bo'lib ketdi. Yashi mendan kichik, bir cho'ng bir fojialik ahvol bo'ldi. Shunga bu qatim menda nazarga kelishim bu yerga nazar ayati bo'ldi. Shu sababdan bugun men uyda emas, shuni qisqacha deb qo'ydim. Ish qilib odamniki umri qisqa ekan, mana bir oyga yetmagan vaqtni oldida kurashib bir so'raladi, bir o'ltirgan to'q. Aytdiki kuni olib qoldik hozir. Bu xonimniki yotgan yeri jannatda bo'lg'ay. Bugun jami 5 cho'ng mazmun bor. Birinchi mazmun bugun so'zlaydigan burunqi o'xshashlamkin Uyghur Project Fondi va chet eldagi Uyg'urlar haqida. Sizlarga deb kelayotganimizdek, bu yil 9-oyda Istanbulda 20 degan bir faoliyat bo'lmoqchi. Bu faoliyat bir necha bosqichlar bo'yicha olib boriladi. Uning birinchi bosqichi shu ishga to'p qo'shadigan qarindoshlar bizga maqolasiniki qisqacha mazmunini yoki abstraktni 1-ayning 31-kunigacha avatib bo'lish kerakdi. U vaqt muddati to'shdi hozir. Shuning uchun bizga 37 parcha maqola keldi. Hozir qadar 30 ga yaqin maqolalarni bağlash ishi tamomlandi. Yana bir 7-8 maqola bor. Ularni oxirida az bağlash masqashi turyotdi. Ishqilib natijasi men bu qatim faraz qilgan qaraganda yaxshiroq chiqdi. Buningni biz hammamiz internet xo'sh Uyghur Project Fondidagi qarindoshlar, andan Mashal Uyghur gruppasi qarindoshlar xo'sh bu ishga ko'ngil bo'lib, to'p qo'shishga otinib bizga abstrakt yo'llagan qarindoshlarning hammasiga ko'pdan ko'p rahmat. Faoliyat 9-oyniki 19 va 20 kunlari bo'ladi Istanbulda. Keyingi vaqtlarda yana ahvollarni sizlarga deb turmayman. Andan keyin bu necha kun ichida bo'lgan, chet elda bo'lgan, Uyg'urlar ichida bo'lgan cho'nroq bir ish 5 fevral G'ulja 40-yiliga munosabati bilan Amerika, Avstraliya, Kanada, Gollandiya va Belgiya qatorliq bir qism davlatlardagi Uyg'ur qarindoshlar qahraton sovuqlarga qaramay namoyish qildi, namoyish chiqdi. Buniki videolar hozir chiqyotdi, men bir qismini chiqarib qo'ydim. Men shu munosabat bilan shu 5 fevral 40-yiligi munosabati bilan namoyish chiqqan barliq qarindoshlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Chet eldagi Uyg'urlar haqida yana bir xabar. Shu yaqinda Londondagi bolalarga bir mashrab bo'lmoqchi. Bu mashrab 14 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan Uyg'ur bolalarga uchun bo'lmoqchi. Jami 20 bola tanlandi ekan. Hozir bu tizim boshlanibdi. Bu ishni qilayotganlar o'qituvchilardan sarkazchilik
qilayotgani Shvetsiyadagi Zulayat O'tkir singlimiz, Uyg'urcha chalg'u Mirkamil Turkiyal inimiz, Uyg'ur adabiyoti Abdulla Ayub inimiz, Sayibxon Angliya Uyg'ur jamoati va Uyg'ur yar tashkiloti mushlarnikida bo'ldi ekan. Vaqti botimiyaga hozir yozilmay qolibdi, ammo nimada bor? Tor betimda nimada Facebookga chiqarib qo'ydim men. Shuni ko'rib olsanglar bo'ladi. Ishqa tizimlash boshlanibdi. Bu ishqa jami 20 bola qabul qildi ekan. Shunga vaqtini nima sanitar cheklik ashta bo'g'ashqa sizlar o'qitishni tafsili ko'rib qiziqadigan ota-onalar balanglarni tizimlatinglar bu ishqa. Bu bir ahamiyatli ish. Andan keyin chet eldagi Uyg'urlar haqidagi yana bir xabar. Bu Kanadadagi Mehmet To'xti do'stimiz bir Facebookga bir uchurini chiqardi. Bu nima desanglar, Kanadada bir qism chet elliklar 2020 yil 9-oyning 20 kundan boshlab har hafta payshanba kuni Kanadaning poytaxti Ottavadagi Xitoy elchixonasi oldida bir xil namoyish qilib damlashtirib o'tibdi. Buni qilayotganlar xristian, yahudi qatorliq yerlik kanadaliklar ekan. Ular bu ishni Uyg'urlar uchun qilib o'tibdi. Ularning ichida Uyg'urlar yo'q ekan. Bu yil intan qattiq sovuq bo'lib ketgan ahvol ostidami? Bular yenilam bu namoyishni damlashtiribdi. Nihoyatda odamni ta'sirlantiradigan ahvollarda. Shuni Mehmet To'xti qarindishimiz nimaga chiqaribdi? Facebookga shu masalaga ko'rsatib qo'ydim. Onu yeni başlık arasın madde benimki. Çok birlisini çıkıp da baktı. Bu bir haber. Anından keyin yaqında Uyg'urlarning WhatsApp'larida kengrak tarqalgan bir narsa, Mirkamil Turg'un degan bir qarindishimiz Xitoydan qilgan bir telefondagi so'zlash jarayonini ikki telefon ishlatib, uni evapti naq maydondan. Evilib, buni bir qism qarindoshlar hozir da'vo ishlari uchun ishlatyotdi. U bir nayti Xitoyniki chegara qilgan bostirish ishlari qandaq elib berilayotganligiga nisbatan nayti bir yaxshi misol bo'ldi bu. Shunga shu nuqtadan bu nayti ahamiyatga ega bir ish endi. Men videosini hozir ko'rsatib qo'yay degandim, sizlarga videosi bor buni. Men ko'rsatib qo'ydim. Tepalayan. Qiziq, men buni saqlab qo'ygandim, nega? Bu yerda yo'q turdi. Xumudim nima o'g'anligini. Men o'zim o'yatib qo'ygandim bo'lmasa. Hozir torlarda nayt keng taqalyotdi. Nima desanglar, u qarindishimizga Xitoydan bir Uyg'ur saqchidek birisi telefon qilib qolgan vaqtida bir telefonda so'zlashib, yana bir telefonda butun qolgan so'z jarayonini evapti. Onda shu Xitoylarniki chet eldagi Uyg'urlarga qandaq besim ishlatayotganligi qatorliq ishlarni tafsil xotirlanibdi. To'larda jiq bu hozir ko'p oqsonlar bo'ladi. Men bu kuni Facebook'ga chiqarib qo'yaman degan o'zim o'yatib qo'ydim deb o'ylagandim. Qisam hozir topolmayapman buni. Qiziq. Sizlarga men azach bak topdim. Azach olib qo'ygan. Uydagilarga deb qo'y, meni unutib ketsin. O'sha bir balsi bo'lganligini unutib ketsin. O'zingmi necha vaqt yaqimda shu dinlarlar bilan bu bilasam, bu ishlarni qilib baqdinglar. Endi o'zingmi bu ishning taktiga yetdi deb o'yladim endi. Bu ya oxirgi chiqadigan ish emas. Men o'ylagan narsa emas, u men to'qvagan narsa emas. Albatta sen g'aribning narsasi aqlay-shaqlaydigan. Aşağıda yetib chiqqan ayollar bilan men bu yerda ko'rishman, anglayman, bo'lgan ishlarni bilaman. O Gulbar qara, u Gulbar, u so'zlayotdi, qara, u xotinni ishining nerdan nayishligini o'tan bilamiz. Tafsilotini shu nimadan ko'rib olinglar, torbatlardan. Buni agar bak tafsil anglashga boshlasam, degan vaqt yetishmaydi. Ondan keyin yana bir narsani ko'rsatib qo'yadigan masalaga. Yana bir narsani men Facebook'da ko'rsatib qo'yay. Shuna qilib masalaga o'tganda degandim,
Әті Японияда сайлам bo'ladi. Shu saylam munosabati bilan Arfiya qizimiz hozir intayin jiddiy nimaga tushib ketdi. Saylam uchun harakat qilishga tushib ketdi. Bu qizimizga muvaffaqiyat tilaymiz. Menimcha cho'qim qayta saylanadi deb o'ylayman. Erta bu ishning natijasi chiqadi. Anandan keyin yaqinda menga bir ba'zi uchurlar keldi. U nima desanglar, o'tgan yil 2025-yilda Turkiyadan bir qancha qatim Uyg'urlar sayohat gruppasi bo'lib shakllanib Xitoyga berib, Xitoy o'lkalarida va vatanda sayohatda bo'ldi bular. Buni Xitoylar o'rlashtiryotdi. Asosiy maqsad nima desanglar, shu orqali bular o'zi tanlagan yerlarni ko'rsatib, ularni o'zi uchun ixtiyoriy tashviqqa chiqib ishlatmoqchi. Hatta yoshlarni ko'rsatib, yaxshi kutib, mehmonxonalarda yotqizib, hamma chiqimlarini ko'tarib, boshqa qilib qaytib kelgandan keyin voy vatandan bo'lib ketdi, bundan bo'lib ketdi, Uyg'urlarning kuni yaxshi ekan degandek tashqi pason deb o'ylashtirgan ish bu. Hozir bir askeri odamni nihoyatda azoblaydigan bir yomon yeri nima desa, shu yerga berib kelgan bir qism kishilar siyosatda aktiv Uyg'urlarni o'zini tortish, ulardan qochish, ularni cherkka qiqish, hatto ularga xuddi bir dushmanga muomala qilgandek muomala qilish xohishlari ko'rilyapti hozir Turkiyada. Shunga bu ishlar ajoyib odamni ichindirdan bir millat uchun o'zimizniki millatining ichidan chiqqan odamlarniki mushtaq bo'lib ketishi. Buni ozdab ba'zilari o'ziniki shu Xitoyniki sayohat umiga qatnashgan bolalarini Xitoydagi maktabga olib o'qitadigan, o'qitishga undayotgan ishlar bo'lyapti hozir. Bu nima ekan desanglar, shu Xitoylar tashkillagan maktabdagi yosh bolalar, bu Turkiyada maktabga kirmagan yoki kiramagan ba'zi bolalarni mishakab o'qigan, sen butun o'qish chiqimingni biz ko'taramiz, bekor o'qiysan deb ashta qilib bularni qiziqtirib, shu Xitoyga berib maktabda o'qish uchun o'zini sinatgan bolalar bor ekan hozir. Mo'shta ishlar yuz beryapti. Abadan deganimdek, bu hammasi Xitoyniki o'ziniki Sharqiy Turkistonda vatanimizda o'tkazgan jinoyati, irqiy qirg'inchiligi, mushuni yuyish, dunyoning ko'zini bo'yash haqida qilayotgan ishlari. Odam o'ylasa, ichinmay turolmaymiz bunga. Yana boshqa ba'zi bir videolarım bor, uni masalan ko'rsatkim kam edi. Endi har bir millatning ichida yaxshi odamlar bor bo'ladi, o'tirhol odamlar bor bo'ladi, nachar odamlar bor bo'ladi. Endi millat bilan millatning farqi bularniki nisbati o'xshamaydi. Bunda ushqli odam hamma millatda bor. Lekin buniki nisbati o'xshamaydi. Nisbatini nima belgilaydi desanglar, uni shu millatniki universal milliy saposi belgilaydi. Yapon, Germaniya, Yahudi, Estoniya, Latviya, Litva qatorliq mana o'xshash davlatlarniki odamlar bilan seçilgan chaqda biz Uyg'urlarning cho'ng farqi bor. Davlatlarda haliqidek nachar odamlar uncha ko'p chiqmaydi bizni seçilgan chaqda. Bizning jiq oz chiqadi. Şoň bu milliy sapo masalasi, Uyg'urlarniki milliy saposini o'stirish, u bir intayin muhim ish, u bir uzun muddatlik vazifa. Amaliyotda hozir Uyg'urlarniki taqdirda kelib chiqayotgan nurg'un ishlarning hammasiningki shu millatniki universal saposi bilan munosabati bor. Şoň bu jihatda hammiz kuchimisak bo'lmaydi. Men yaqinda bir maqola tayyorladim. Huquqsizlarning kuchi degan temada. Bu maqolada men Václav Havel degan odamniki huquqsizlarning kuchi, Power of the Powerless degan kitobini, ki asosiy mazmunini xulosalab, ondan keyin uni Uyg'urlarga qanday tatbiq qilsa bo'lganligini yozib chiqdim.
Bu maqolani ikki haftaning ichida tor betiga chiqaraman, mashrab.com o'zining tor betiga chiqaraman. U hozir nima Avstraliyadagi Farzat G'ayrat sonimiz uni bir video qilib tayyorlayotdi. Pissa uni ovozli nusxasini chiqaraman. Bir o'qib beqinglar maqolani, anglab beqinglar. Bu maqolada mundaq xalqlik so'zlar bor. Shu so'zlarni anglasanglarmikin Uyg'urlarda nima kamligini bilalaysan. Axloqiy jasorat, universal inson saposi, axloqiy uyg'unish, individual mas'uliyatchanlik, shaxslarning samimiyati. Muştaq gaplar chiqadi buningda. Huquqsizlarning kuchi nereden keladi? ABK'dagi narsalardan keladi. Uyg'urlarda nima kamchil? ABK'dagi narsalar kamchil. Ashta boshqa bu maqolani bir o'qib beqinglar, anglab beqinglar, men sizlarga shuni tavsiya qilaman. Endi vatan haqidagi ba'zi uchurlarni yetkazay. Yaqinda bir uchur keldi. U nima desanglar, Xitoyniki Xitoy o'lkasida o'qiyotgan bir o'rta maktabda o'qiyotgan bir yosh, aran 18 yoshgan shu o'qiyotgan vaqtida saqchilar hozir tekshirib degan ko'chaga ketayotgan kishilarni tekshirayotgan bo'lib, Uyg'urlarni bir tekshirdi deb o'ylayman. Telefonini tekshirgan chog'da tekshirib, senda telefoningdan cheklangan mazmundan birisi chiqdi deb buni maktabga deklaratsiya qilibdi. Maktab shuning bilan bu yil o'qish bitirdigan, o'rta maktabda to'liq o'qib bitirdigan bu 18 yoshli bolani maktabdan qo'llanib qilib etibdi. Ondan keyin saqchilar tekshirib, seniki nupusing Şinjan'da ekan, Şinjan'a ketmasang bo'lmaydi deb bu bolani haydab etibdi. Vatanga haydab etibdi. Bu bolaniki intayin o'quvchisi bor ekan, oliy maktabda. Shunga aytib qattiq tirishib o'qiyotgan bola ekan, har jihatdan aytdi. Ilg'or, ashtaq bir bola ekan endi. Keyin vatanga borgandan keyin dadasi bu ahvollarga chidamay, bolasiniki istiqboliniki shunday telefoningdan bir narsa chiqdi. Cheklangan narsadan birisi chiqdi degan mashaq bir bahona bilan Allohmikin maktabda qo'llanib qilinib, oliy maktabda o'qish kelgusi istiqboli hammasini quruq qolgandan keyin dadasi buni chidamay bu bolani bir 2 oylik kursga beribdi o'zining yurtida. Kursga berib shu o'qiyotdi ekan, hammasi yaqinda bo'lgan ishtaqa. 30 yanvar kuni bu yigit bir igiz binoniki 17-qavatidan sakrab üzerine oturuyordu. Aşkın olan bütün aile uruk tuqqan, üzerine ailesi uruk tuqqanlar hemisininki kalbi kanğı buyulup, jürki kanğı buyulup hazır bu balınaki derdini tatıvatıdı. Bana şu uçurunu yetkizgen kişim o, net çıkarttım tohtu ölüp, jığısını besi ucurup aran yetkizdi bu uçurunu. Demek hazır, bu Uygurlarning taqdiriniki bugungi holati. Kishilar degandek yaxshi o'qib ketdi degan narsa mavjud emas Uyg'urlarga. Hozir bu Uyg'urlar mana shu kunni kechiryotdi. Telefoningdan bir cheklangan narsadan birisi chiqdi degan mana bir bahona bilan mana bir 18 yoshli yigit bizni ayrildi. Vatan ahvolimiz shu hozir. Sizlarga vatanniki videolardan bir qanchani ko'rsatib qo'yay. Bulupmu yaqinda behrak kelgan narsa nima desanglar, hozir vatanniki yez bozorlarining ko'rinishini ko'rsatadigan videolar chiqyapti ko'proq. Buning ichlarida ba'zilar qarasanglar odam intayin ko'p, ba'zilarda odam yo'q. Hozir ba'zi kishilarniki faraz qilishicha odam ko'p video yolg'on deydi. Yolg'on degani buni maxsus hukumat o'rlashtirib tashkillab qo'ygan ish. Uyg'urlarniki yo'qotilmaganligini dunyoga ko'rsatib qo'yish uchun dunyoni ko'zini bo'yash uchun qilgan ish deydi. Bu videoni o'zinglar ko'rib boqinglar. Mana bu odam ancha yo'q bozor. Qurutgan yemişlar. Nim degan ko'p yemişlar bu. Ama aldığı adamın açtan yo'q.
Bak kalga iki video olsa şunda adamla cık. Ma o avatның bazarı deydi. Şu aksu avat oşaydı. Ma bu videomu şu adam cık bazarken ama nim qıptı. Yürüsek mi ger, her kesip her yerde. Har kılma dostum üzüңni, yaşığın kadrin var yerde. Köңül hatırjam bolsu ger, meyli yazsak dak yerde. Şu gamlarımı tüger bir gün, aman bulsak her yerde. Ma bu şiirniki mezmunun ayet çoğurken şuna bunu bir anlatıp koydum. Anadaki yeni bir qancha ko'rinishlar turma lagerlardan qaytib kelgan Uyg'urlar. Boshqa birovda bu koshonang topilmaydi. Qonun davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday oyoq Anadaki bana yeni bir uçurik geldi. Hazır Xotan'da ailedekiler birbirini paş qildigan işte bir dolqun qo'zg'alibdi deb buni hukumat o'rlashtiribdi işte qilib. Mani o'zini anglab beqinglar. Bunda ish burun bo'lgan, keyin bu davomlashgan, lekin u bir cho'ng harakat shaklida ilib berilmag'ili bir mezgil bo'lib qolgan deb o'ylayman. Hozir qaragan chog'da yana bir harakat boshlangan o'xshaydi. Mani o'zini anglab beqinglar. Allah selamet olsun, çiçeğmen olsun. Bunu şu 2016-17'den tartib qilib o'tib Xitoylar. Bu chaqishcha qilgani Xitoylarning shu qo'lim qo'shna yo'q 50 tunish bilishlarni pash qilishga majburlaqlar ekan. Endi hozir qilg'idimi tunish bilish 50 emas. O'zning oila ishini pash qilish, ota-onalar bolalarni pash qilish, bolalar ota-onalarni pash qilish, erlar ayollarni, ayollar erlarni, hech qanday bo'ytaqlar er ayol eri yo'q, ayoli yo'qlarni o'zi pash qilish. 5 xildan jinoyatni yozib, men menda jinoyat hisoblamayman, partiya meni jazolab qo'ysin, partiya meni tarbiya qilib turmada tutib turib o'zgartib qo'ysin deb turmaga ilishni talabnoma yozg'izadi ekan. Balla ata-onasini pash qilgan vaqtda ağlıqni ağrıp durup, dadam bunda aksi, inqilatçı, cinayetçi, qattiq til, haqaretler bilen hürmet kılmasdan paş kılmasa da onu itiraf kılmaydı iken. Muşunda ata-onasına paş kılış, namı tapşırmagan ballarını kesip etiş, yerini paş kılmagan ayallarını kesip tutup getiş, ayalını paş kılmagan erlerini tutup getiş, üzü paş kılıp, üzünün cinayetini turmaga apırıp terbiyelep koyuş, talepname sunmaganlarını tutup getiş, muşu dolqini, meni muşa işidir cümü. Ma Xotan'da bulavatqan hadisler kim mağamdı. Menimçe Xotan'ga ayrım kılmaslıqı mümkün bu ne?
Ama bu xəbərini muş ayının içindeki ahvalcımı kim o xatan içinde ulavatqan. Ciddi muş ahvalını qattiq avcal durup yürgüzüp etipdi. O paşqilish namını yazğandan keyin dadida ahali komitetda yazıda aşağı o'qiydi ekan, shu mikrofonni xalqning oldida o'qib, shu o'qish bilan o'zini o'qig'isi birlikda topshirdi ekan paşqilishni. Ma rezillik to'lqinni boshlabdi ekan. Yangi ahvol ekan. ishqilib vatanniki ahvoli mushundoq millat xalqimiz uchun tayin cho'ng fojia ichida yashayotdi hozirmi. Endi bugun so'zlaydigan 3-chi mazmun Xitoy haqida. O'tganda Xitoyniki markaziy harbiy komitetniki muavin raisi Zhang Yusha haqida gapirib, uniki taqdirining qanday bo'lganligi aniq emas. Biroz saqlashimiz kerak deb shu degandim. Şu videonun çıkan günüsü kaç tarafta bizim vaktimiz endi. O Zhang Yushaning tutilganligi haqida xabar chiqdi. Hozir 2 hafta nurg'un gaplar bo'lib ketdi bu vaqtda. Hozir bir narsani deb qo'yabatdim, men bu videolarni qo'ygan chog'da sizlarga suratini ko'rsataman deb telefonga yaqin olib ko'rsatibman. Albatta mikrofonim maydamda edi. Ovozi qanday chiqdi uqmayman, agar ovoz bo'chiq bo'lgan bo'lsa kechiringlar. Shuna qilib Xitoyniki markaziy harbiy komitetda Xi Jinping degan jallod rais, andikin 2 muavin rais, 4 komitetniki a'zosi bor, jami 7 odam, o'sha rasmda ko'rgandek. Hozir yolg'iz Xi Jinping degan jallod rais bo'lib qolib qoldi. Komitet a'zolaridan bir odamli qolib qoldi. 2 muavin rais, 3 a'zolar tutilib ketdi hozir. Ashta qilib 7 kishilik komitetda hozir 2 odamli qolib qoldi. Mush ishlar bo'lib, yaqinda nurg'un gaplar chiqadi Zhang Yusha haqida. Uniki aniq cho'nroq bo'lgan bir gapi shu Xitoyda harbiy o'zgarish bo'ldi. Aslida Zhang Yusha boshqalar bilan birlashib Xi Jinpingni tutmoqchi bo'ldi ekan. O kunisi Xi Jinping shu Xitoyning boshlig'i ko'pincha vaqtlarda turadigan Jinshin mehmonxonasida bir mehmonxona bor ekan, Beijingda. Shu Beijingga yaqin bir yerda. Şu mehmonxonaga bordi ekandik, shunga Zhang Yusha shuni tutishga tayyorlik qilayotgan chog'da bu uchur Xi Jinpingniki quliqiga yetib, Xi Jinpingning odamlari Zhang Yushani va uniki odamlarini tutib, u yerda etishish bo'libdi, Jinshin degan mehmonxonada. Ondan keyin Zhang Yushaniki 50 tak kütküçleri, muhafazachilarni hamini etib tashlab etibdi, urush bo'ldi rasmiy shu atrofida degan unda gaplar taqaldi. Va taqalgan gaplar emas, depiryapman. Jazmlashgan gaplar emas. Ondan keyin Zhang Yusha o'ldi degan gap bo'ldi. Ondan keyin Xitoyniki nurg'un yerlardan cho'ng qo'shin Beijingga yurish qilyotdi deb shu mashina poyezdlarda askarlar ketayotgan ko'rinishlar piyoda hatto uning nasrimi ko'p chiqib ketdi. Ondan keyin Zhang Yusha sulaqda ish qilib nurg'un qalaymiqan gaplar chiqib ketdi bu yerda. Endi xil ko'p u gaplarning ko'pinchilari kishilarning orzusi deb qarashgan bo'ldi, jazmlashmagan. Hozirga qadar Xitoydagi bu jiddiy holat hozirmi mavjud. Xitoyniki rahbariy qatlamida cho'ng o'zgarishlar bo'lyotdi. Lekin chantozonlar oltmidi. Yaqinda bo'lgan bir ish 2-ayning 4-kuni Xitoyda Xalq qurultiyi doimiy komitet a'zolariniki bir yig'in ochildi. Bu yig'in aslida har 2 oyda bir qatim ochildi ekan. 2-oydagi yig'in 2-oyniki oxiri ochildi ekan. Lekin bu qatim 2-oyniki 4-kunlar ochildi. Bu ochildi, bu yig'in ochilgandan keyin analizlarning hammasi bu shu yig'in Xitoy harbiy markaziy komitetniki muavin raisi Zhang Yusha va uniki yambrisi var uniki. Zhang Yusha bilan Xitoy harbiy komitetniki a'zosi Liu Zhongli mush 2 odam to'g'riliq bu tutilganini ikkisi tang tutilgan. Bu ikkisi to'g'riliq hukm chiqirib e'lon qildigan yig'in deb o'ylashgan. Lekin tünögün Xitoylar nimeniki yig'in haqida, mushqitimqi yig'in haqida axborot e'lon qildi tünögünmi bir nökümü. E'lon qilib Zhang Yusha bilan Liu Zhongli haqida hech qanday gap yo'q. Faqat
Шанхай, Шандong va Sichuandagi 3 o'lka darajaliroq kichikroq boshliqlarniki xalq qurultiyi vakillik salohiyati ilib tashlanganligini e'lon qildi bular. Aslida Zhang Yushaniki muavin raislik huquqi, Liu Jianglинiki harbiy komitetniki a'zolik huquqi, aniki bu ikkisiniki xalq qurultiyi vakillik salohiyati bu mushani ilib tashlanganligini e'lon qildi deb o'ylagan. Shu gaplar bakta qolgan. Undaq bo'lmaydi. Va 3 kichik boshliqniki vakillik xarakteri ilib tashlanganligi haqida Xitoylar bayonot e'lon qildi. Bu ishga ham to'liq hech qanday gap yo'q. Bu nimadan darak berdi desa, Zhang Yushaniki bo'sh kelmaganligidan darak berdi. Ya'ni Xi Jinping aslida mush yig'in orqali bu ikkisini butunlay ikki putini bir yetaklik qilaman deb o'ylagan, lekin bu yuz bermay boshqaqa o'zgarib ketdi. Hozir paranglar endi davomli ko'p. Bunun ichida ko'p degan harbiy amaldorlar, yuqori darajadagi harbiy amaldorlar Xi Jinpingniki Zhang Yushanni tutishiga qarshi besim ishlatyotdi degan gaplar bor. Bunun ichida Xong'arday deb ataladigan bir guruh odamlar bor. Bu kim desanglar, birinchi avlod Xitoy davlat rahbarlariniki bolalari. Masalan, Deng Xiaopingning bolasi, Jiang Zeminning bolasi, undan keyin Chen Yun degan, masalan, Hu Jintao degan nurg'a odamlar bor. Masalan, bolalari bor hozir. Bu bolalari intayin boyib ketdi. Men sizlarga bu vaqtda ozroqcha ma'lumot bermay keyin boshqa bo'lib ketdi. Bularning huquq tamosi bor. Xi Jinpingmi, Xi Jinping degan ayni vaqtdagi Goja Yuanshay deb qo'ydi. Shularniki, shuning o'g'li endi. Zhang Yushan boshliq. Zhang Yushanmi yana bir Goja Yuanshay degan odamniki o'g'li bu. Boshliq ikkinchi avlod. Buni qizil ikkinchi avlod deb ataydi. Bulardan boshqa cho'ng tutmagan yana nurg'un bolalar bor. Ikkinchi avlod, qizil ikkinchi avlodlar bor. Bularmi hozir Zhang Yushanning tutilishiga, yo'q qilinishiga qarshi deydi. Mana gaplar taqib Lekin yaqinda Amerika hukumatimi Xi Jinping haqida, Xitoyning vaziyati haqida bir analiz yurgizib, Xi Jinpingni inglizcha paranoid deb ataladigan gumonxo'rlik kasaliga giribtor bo'ldi degan narsani o'tib chiqadi. Bu bir ro'yi kasal ekan. Xi Jinping hozir ro'yi kasal, gumonxo'rlik kasaliga giribtor bo'lib qoldi degan mushtaq bir yakunni chiqiribdi Amerikadan. Endi hozirgi bu vaqtdagi mo'ljallarni xulosalaganda bunda 3 xil ahvol bor. Uniki birisi Zhang Yushan'niki qo'lg'uvchilari. Buni qo'lg'uvchilari degan vaqtida harbiy amaldorlar va qizil ikkinchi avlodlar. Bularniki tashkillanib bir siyosiy o'zgarish yasab, shu orqali Zhang Yushanni qo'dab qilish ehtimolligi asosan yo'q, mavjud emas, intayin tuvan. Bu da qilmaydi edi. Bundaq bo'lishida hozir Xi Jinping Xitoy davlatiniki siyosiy tuzumidan foydalanib, undaq ishlarniki yuz berishiga yo'l qo'ymayotdi. Bo'libmi, agar konkret tashvisanglar, Xitoyda bir lian askarni yetkazish uchunmi Markaziy harbiy komitetniki raisi qo'l qo'ymasa bo'lmaydi ekan. Xi Jinping qo'l qo'ymasa bo'lmaydi ekan. Xi Jinping qo'l qo'ymasa bir pay, bir yuzdak askar shunimi bir lian deydi, bir lian bir necha yuz odam shularni yetkazmay ekan. Harbiy Xitoyning siyosiy tuzilmasi shundoq bo'lib ketgan ekan. Ashta boshqa garchi har xil so'z cho'chaklar ko'p bo'lgani bilan masalan harbiylarni Beijingga yetkazib Xi Jinpingni tutib Zhang Yushanni qutuldirib chiqish bunday ehtimollik yo'q. Amerika Xitoyniki siyosiy tuzumida hozir. Bu birinchi mo'lchar o'tirib chiqqan. Shuna ikkinchi mo'lchar pishqadamlar va harbiy qo'mondonlar birlashib Zhangni yo'qotmaslik haqida Xi Jinpingga besim ishlatyotdi. Ma ehtimollik pek cho'ng. Buniki bir cho'ng alomati nima desanglar, har qatim markaz harbiy jihatda bir cho'ng qaror olsa, butun Xitoydagi cho'ng qo'shinlarniki rahbariy organlari bayonot e'lon qilib, bunga ifoda bildirgandi, qo'llab. Dang Junyan'daki Xi Jinping'deki mana qararını biz qo'llaymiz deb ifoda bildirgandi, dag'dug'liq butun mamlakat bo'yicha.
lekin bu qitim Zhang Yusha bilan Liu Zhongli ikkisi to'g'riliq Xitoyniki markaziy harbiy komiteti bir narsa ish qilib bir bayonot e'lon qildi, ularning tutilganligi, tekshirilayotganligi haqida bir narsa e'lon qildi. Lekin garchi hozir 2 haftadak bo'lib qolgan bo'lsa-mu, uningga Xitoyniki boshqa cho'ng qo'shinlariniki rahbar organlarining hech qaysi markazning bu qarorini qo'llaymiz deb ifoda bildirmadi. Mushuni qarab turib, ana kishilar hozir shu pishqadamlar bilan harbiy qo'mondonlar, hozir qadar saqlagan harbiy qo'mondonlar Xi Jinpingga besim ishlatyotdi. Andikin ish to'g'riliq markazning qarori to'g'ri hech qanday ifoda bildirmadi deyotdi. Üçüncü mo'ljar nima desanglar, 2-oyning 4-chi kunidagi Xalq qurultiyi doimiy komiteti yig'inida Zhang Yusha bilan Liu Zhongli ustidan qaror ilinmadi. Bu nimadan darak berdi desa, aslida Xi Jinping bu yig'inni ulashtirib qarormoqchi bo'lgan, lekin bu yuz bermadi. Demak, Xi Jinpingniki huquqi ma'lum darajada ojizlashdi degan gap burunga qaragan chog'da. Hozir mesela 3 mo'ljar bor, o'tirib chiqqan mo'ljarlardan 3. Lekin zodi haqiqiy ahvol qanday bu to'g'riliqda aniq bir narsa yo'q. Ish qilib yaqinki o'sha Xi Jinping taxtga chiqqandan keyingi 10 yillarniki mobaynida hozir Xitoy markaziy hukumati eng ojizlashdi, eng tarab qoldi deyish mumkin. Lekin buni oqibati qanday bo'ladi uqmaymiz. Yaqinda Zhang Yusha tutilib o to'g'ri bo'lsa qarorlar e'lon qilinib, boshqa qolgandan keyin bir qism odamlar o'tirib chiqib degan Zhang Yushani oqlaydigan, uni bir yaxshi odam qilib ko'rsatadigan ahvollar yuz beryapti. Biz hammamizning esida bo'lsin, hozir Xitoy hokimiyatida o'qitilayotgan hech qanday odam Uyg'urlarning nuqtai nazaridan qaragancha yaxshi odamlar emas. Nima ish qilsanglar, bu kishilarning hammasi 1989 yildagi Tiananmen o'quvchilar qirg'inchiligida o'qitayotgan kishilar, garchi davlat darajasida emas, to'raq darajada o'qitgan bo'lsa-mu, o'qitayotgan kishilar 2009 yildagi Urumchi qirg'inchiligi vaqtida o'qitgan kishilar 2014 yilda boshlangan Uyg'ur irqi qirg'inchiligi jarayonida o'qitgan kishilar bular qandaqdir Uyg'urlarga istashlik qilib boqqan adolatparvar, insonparvar kishilar emas bular. Unda kishilar o'sanmaydi. Yuqorqi cho'ng ishlarniki har qanday birida agar bir az qilchilik unga bir istashlik bildirib bir xil chirini o'zgartib qo'ygan bo'lsa yoki bir og'iz gap qo'ygan bo'lsa, bular o'sanmaydi. O'stirmaydi bunaqa odamlarni. Shunga bu odamlar ichida yaxshisi yo'q. Yaxshisi yo'q, bu bir bottom line deymiz. Bu eng tüp prinsip bo'lishi kerak biz uchun. Zhang Yusha yaxshi odam emas. Men yaqinqi davrda Uyg'urlarga haqiqiy istashlik qilib, Uyg'urlarga haqiqiy ko'ngil bilib boqqan odamlardan faqat Xuyobondan bilaman. Xuyobon Xitoy Kompartiyasiniki bosh sekretari bo'lib ishlayotgan vaqtda, men o'qiyotgan vaqtim birinchida Xinjiang universitetida u odamniki nutqlarini bevosita anglagan bir qancha qatimman. O chog'da mamlakat o'quvchilar birlashmasining muavin raisi, Xinjiang universitetidagi o'quvchilar birlashmasining raisidagi vazifalarim bo'lg'achqa anglagandim. Keyin Urumchida 3 daraja kadrlar yig'ini bo'ldi. Shu chog'da o'sha odam Xinjiangdagi o'quvchilarning 60%ni asallik millatdan qilamiz. Kadrlarning 60%ni asallik millatdan qilamiz. Ishchilarning 60%ni asallik millatdan qilamiz degan siyosatni o'tirib chiqarib bir qism Xitoy kadrlarini ishga qaytarayotgan, qaytgan bu odam. Shu ishlarni qilib boqqan. Men hozirga qadar Uyg'urdagi yerlik millatlarga ko'ngil bo'lish, haqiqiy ko'ngil bo'lish jihatlarda Xitoylanchida bunchalik odamning boshqa bir odamning chiqqanini ko'rib boqmadim. Shunga hozirgi yaqin vaqtlarda kim o'lib ketsa bu Xitoylanchida qahramon odamdek o'sha ko'rinyotdi o'tganda Li Keqiang o'lib ketgan chog'da mana shunaqa qolgan. Li Keqiang mu yaxshi odam emas Uyg'urlar uchun. Xi Jinpingning butun irqiy qirg'inchiligini bevosita ijro qilgan odamlardan birisi bu. Zhang Yusha ham shunday. Shunga
hozirgi bir qism ishlarni ko'rgandan keyin qaynab qolmagan yaxshi. Bularning ichida yaxshisi yo'q. Uyg'urlar uchun. Endi yaqini bo'lgan yana bir ish, shu oldingi chorshanba kuni Shi Jinping Putinga telefon qilib videolik ko'rishdi Putin bilan. Andan keyin Putin bilan ko'rishib bo'lgandan Putin bilan ko'rishib bo'lgandan keyin Trump bilan ko'rishdi telefonda. Trump bilan 1 soat 15 minut masalada paranlashibdi. Mao Shi Jinpingniki Putin bilan ko'rishgan ko'rinishi. Bu cho'ng xabarlar bo'lib ketdi. Bu to'g'ri birinchi qanday gap chiqmagan. Masalan, Trump mana yaqinda Shi Jinping bilan telefonda ko'rishman, bu deb baxmagan. Bu ish yuz bergandan keyin o'zim ko'rishganligini deb o'zinki ijtimoiy tarmoqlar bir narsalarni yozdi Trump. Bu ko'rish jarayoni ko'rish bo'lgandan keyin yana Shi Jinping meniki yaqin do'stim degan gap, lozim gapni ko'p qatim qildi bu odam. Yana Xitoyniki Amerikadan yezlik maslahatlarni olmoqchi bo'lganligi degan bir qism narslar bor, gaplar bor o'tirib chiqqan. Shu gaplar o'tirib chiqdi. Bu tuyuqsiz ko'rish nima uchun yuz berdi degan savol bor bu yerda. Endi Xitoylarniki undan keyin e'lon qilgan bayonotga qaragan chog'da bu qatimgi telefonni Shi Jinping qilgan. Bu tuyuqsiz bo'lgani uchun shunga Trumpning oldinlar bu to'g'riliq so'zlab yurolmagan, bu to'g'ri biz uning qilgan gaplarni anglab baxmagan to'q. Endi Trumpning bu qatim ko'rishib bo'lgandan keyingi degan gaplar ichida bu yil 4-oyda Xitoyga berib Shi Jinping bilan ko'rishaman degan gaplarmi bor. Endi bu ishning shunday tuyuqsiz bo'lib qolishi, Shi Jinpingniki Trumpni izlab qilishi, to'g'ri bir gap deb qo'ymoqchidim. Haqiqatda bunday ko'rish bo'lib qolsa, bu ko'rishni Amerika talab qilgan bo'lsa, Xitoy bayonot e'lon qilgan vaqtida Shi Jinping Yingyo taklif bilan Trump bilan ko'rishdi deydi bo'ladi. Bu qatim Yingyo taklif bilan degan gap yo'q bo'ladi bayonotida. Demak, bu qatimki ko'rishni talab qilgan kishi Xitoy, Shi Jinping. Ashunday bo'lgan, tuyuqsiz bo'lgan. Endi hozir analizchilar tahlil qilib, bu nima uchun hozir bu ish bo'ladi? Nima uchun Trumpni izlab qoldi Shi Jinping degan narsani analiz qilib yurib, hozir Shi Jinpingniki kuni tasligi Xitoy ichida. Shunga vaziyatni biroz muqimlashtirib, o'ziniki huquqini olib qolmaslik, o'ziga bir yordamchi tepish mushu nuqtasidan Trump bilan ko'rishdi Shi Jinping degan gaplar o'tirib chiqdi. Endi bu ishlar rasmiy olganmi bilmaymiz. Buniki vaqt isbotlaydi. Hozircha o'tirib chiqqan gaplar shu. Endi yaqinda bo'lgan yana bir ish, bir qism allarniki birinchi qo'l boshlari Beijingga bordi, Shi Jinping bilan ko'rishdi. Bular kimlar desanglar? Fransiyadan Macron bor, Kanadadan Mark Carney bordi. Men bu to'g'risida o'tgan hafta gapirib berdim. Ondan keyin Germaniyadan bordi. Germaniyadan Merz, Friedrich Merz deydi, u bordi. Ondan keyin Angliyaning boshlig'i Keir Starmer u bordi. U berib intayin rasvolashdi. Uning bilan birga aylanadigan odam yo'q. Ko'chalarda yolg'iz aylanib yurgan rasmlar o'tirib chiqdi buniki. Yana Irlandiya, Janubiy Koreya, Finlandiya, ondan keyin Latin Amerikasidagi Urugvay degan yana bir davlat, uning boshqaramisi berib Shi Jinping bilan ko'rishib boshqa qildi. Buniki bu ishlarning yuz berishiga asos sabab bular ko'rishib bo'lgandan keyin e'lon qilgan bayonotlarda iqtisodiy jihatda Xitoy bilan strategik munosabat o'rnatish, buniki shunday munosabatning boshlanganligi haqida gap qildi bular. Bularniki kelib chiqish sababi analizlarning deyishicha, yaqinda Amerika nurg'un davlatlarga chegara beji qo'shyapti. Chegara bejini bir xil siyosiy qurol qilib ishlatib, qolgan davlatlarga besim ishlatdi. Bunun ichida Yevropa Birligidagi davlatlarmi bor. Endi bu davlatlar Amerikadan yomonlab, Trumpdan yomonlab, Xitoyni qishiga panoh tilagandek bo'lgan ahvol endi.
asl maqsad nima desa, bo'ldi Amerika sen bizniki chegara bejimizni o'stiribsan, biz sang satmaymiz, Xitoy satamaymiz deb o'ziga yangi bozor tepish uchun u yerga bordi. Lekin bir amaliyot nima desa, Xitoy bo'libmi hozir yeni sanoat sohasida dunyo ehtiyojidan kam deganda birasi ko'p mahsulotlarni ishlab chiqaryotdi. Bu mahsulotni Xitoy ichida ishlatib tugatolmaydi uni. Chuqur chet elga eksport qilish kerak. Ashta bo'g'ashqa burun yuqorqi davlatlar Amerika sotayotgan mollarini Xitoyga sotolmaydi. Xitoyniki mushundaq davlatlar bilan munosabatni yaxshilash yoki strategik munosabat o'rnatishidagi birdan bir maqsadi milni setish ularga. Ularni mal olmaydi. Mal olgan taqdirdami yezlik mahsuloti, cho'ng tipdagi mashinasozlik uskunalari degandek o'zi qilolmagan, o'zi yasab chiqarolmaydigan narsalarni oladi. Lekin hargiz ko'pincha yeni sanoat buyumlarini hargiz boshqalardan olmaydi bular. Endi bu kishilar naqadar ahmoq bo'lib ketdi, uqilolmaydi. Amerikadan yomonlab Xitoyni izlab bular mushtaq strategik munosabat o'rnatamiz degan narsani o'tirib chiqadi. Adolatparvarlik, inson huquqi, insonparvarlik, Uyg'ur qirg'inchiligi, boshqa narsalar hozir bu davlatlarning nazarida, bu davlatlar boshqalarning nazarida ashula narsalar bormi yo'qmi? Bu qanchalik hech nima degan olmaydi. Dunyo ajoyib o'zgarib ketyapti hozir. Buningga bizniki, Uyg'urlarniki ko'nglimiz yerim bo'ldi. Biz bir beshimizdan cho'ng fojiani, cho'ng qirg'inchilikni boshdan kechirib, aslida adolatparvar erlarniki yardım bilan vaziyatni biroz o'ngshay olamiz, taqdirimizni biroz o'zgartira olamiz deb umidimiz bor edi burun. Lekin hozir mushta ishlar yuz beryapti. Bu umid butunlay yo'qolib ketgan gap emas, lekin ajoyib ishlar yuz beryapti. Pul uchun dunyo hamma narsadan voz kechadigan bir ahvollar kuryapti shunga o'xshash. Endi hozir Amerikada yomonlab, Xitoy bilan munosabatni yaxshilab, Xitoyga milimizni sotamiz degan davlatlar endi 1-2 yildan keyin uniki ziynni ko'rdi. Hozir nima uchun bular bu qildi to'q tushunib bo'lmaydi, ammo 1-2 yildan keyin buniki Xitoyniki zodi qanday bir davlat ekanligi, Xitoy kompartiya hokimiyatining qanday hokimiyat ekanligi agar hozir qadar buni to'q tushunib bo'lmagan bo'lsa, endi 1-2 yildan keyin chuqur tushundi. Endi dunyo ahvol to'liq to'xtalay. Xabarlarda bo'lgandek, hozir Amerika Iranning atrofiga cho'ng harbiy qo'shinlarni to'pladi. Aeroplan to'shuvchi parxutdan birisi berib oldi u yerga. Hozir ikkinchisini minib u yerga. Yaqinda endi Trumpniki bir strategiyasi mana shu xalqaro masalalarni hal qilishda intan kuchli harbiy qo'shini bilan tahdid silib u davlatga, uni davlatni eritish mustashni qilyotdi. Hozir Iron qilayotgan narsam shu, askarlarning hammasini ishga olib tayyorlab qo'yib turib, anikin Iron bilan suhbat o'tkazish. Amerikada yaqinda Iron bilan suhbat o'tkazamiz deb ikki davlat rahbarlari o'tirsida tirishaqon ko'rsatyapti. Iron qo'shilib dastlabda Istanbulda suhbat o'tkazadiganligiga. Keyin unda yenib olib, Amerika shuning bilan unda hozir bo'p degansan, suhbatlashib ishni hal qilmayman desang, bizning qurollarimiz tayyor desa, unda yo'q, biz yem suhbatlashaylik deb yana ular Omonga berib, u yerda qarab baqaya. Omonga berib, aşağıda yana İran bilan Amerikaniki suhbatchilar bevos kurashmay o'tirdiki adam bilan bular yana kurashdi. Tunugun bo'ldi bu ishdagi. Bu kurish bo'lgandan keyin nihoyat yaxshi bo'ldi. Biz yana bir yaxshi kelishim tuzish uchun davomli suhbatlashimiz degan gaplar o'tirib chiqdi ikki tarafdan. Lekin natijasi chiqmadi hozir qadar. Amerika davomli yana harbiy kuchini to'playotdi u yerga.
Ana qandaq bilmaymiz. Albatta urush bo'lmay suhbatlarla bo'lib ketsa bu ishlar yaxshi. Agar unda qilmagan vaqtida nihoyatda cho'ng ishlar kelib chiqishi mumkin. Masalan, agar bu qatim Amerika Ironga agar qurolliq hujum qilib qolsa, Isroiliya İranniki boshliqlarini o'ldirish ishini qilishi mumkin. Bu ehtimollik intan kuchli hozir. İranni tayyor bo'lib turibdi urushga. Shunga bu tuzum o'zgartish bundaq ishlarniki oxiridan chiqarmoq pek taskan. Hali uzun mezgillik bir davlat vayron bo'lib ketadigan gap ekan. Shunga Iranni qanday bo'lib ketadi uqmaymiz. Aslida Amerika dastlabda biroz popoz qilgan bo'laga. Bu namoyishchilarni o'ltirma deb İran hali o'ldi deb ularni. Hatto ximiyali qurol ishlatdi degan gaplar o'tib chiqdi oraliqda. Yaqinda bu to'g'ri xabarlar ko'p chiqmadi. O'tganda maslahat deganimdek İran internetni uzatgandan keyin Elon Musk bu yulduzlar turi orqali internetni ishlatib bo'lgan qilgan İranning ichida. Shunlarning nurg'un videolar chiqqan. Undan keyin Xitoylar Elon Musk'niki yulduzlar turiga buzunchilik qilgan, to'sqinlik qilgan qurollarni berib İranga. Yani burunmagan uqmayman. Uni to'sqinlik qilib shu orqali yaqinda İranniki ko'rinishlari ancha chiqmaydigan bo'lib qoldi. Şu davlatchida nemish bo'yotdi. Burunqidek ancha ko'p uchur yo'q bu vaqtda. Chiqilib bu jihatda qarang'u hozircha oqibati nega bordi bilmaymiz. Bu suhbatlashishga tirishayotganligi bir haqiqat bu. Bu bir amaliyot endi. Bugungi so'zlaydigan 5-mazmun sizlarga koinot to'g'riliq ozroq so'zlab beray. Sizlarga deganimdek jiq ishlar chiqib bordi. Mana oldida bir narsa deb qo'yay. Nima bu Amerika manbaida yashayotgan doktor Alqam Tursun inimiz jiq kuch chiqarib yaqinda sun'iy aqlga Uyg'urlarni tunutish jihatdan kuch chiqaryapti. Uniki eng yangi maslahati. Bundan boshqa biz o'tgan yil Uyghur Project Fondini bu vaqtda ba'zi ishlarni boshladik. Bo'libmi hozir sun'iy aqlga Uyg'urlarni sizpa desa, do'ppilarini ya Tonganga qo'shib qo'ydi yoki arab millatlarga qo'shib qo'ydi, Pokistonliklarga degandek. Faqat Uyg'urlarni to'g'ri chirinini to'g'ri ko'rsatmaydigan, do'ppisini to'g'ri chiqarmaydigan bu bir holat hozir. Shunga bular tunutmas bo'lmaydi ekan. Shunga ba'zi qarindoshlarimiz o'z oldiga qilyotdi buni. Uyghur Project Fondimi ozroq kuch bilan buni qilyapmiz. Bizniki uncha cho'ng iqtisodiy kuchimiz yo'q. Agar iqtisodiy kuchimiz bo'lgan bo'lsa, uni odamlarni tashkillash ishlarini biz qilaydik. Lekin buning pulimiz yo'q ancha emas. Shunga bu ishni boshladik. Chiqilib hozir ma'ishlar bundan jiq yaxshilandi. Do'ppilar Uyg'urlarga o'xshashga boshladi. Eng dastlabki ko'rgan bo'lsanglar bunday emasdi. Bu ishlar bo'lyapti. Sun'iy aql intayin tez taraqqiyotida. Hayron qolarlik darajada tez taraqqiyotida. Yaqinda men do'stlarimga deb berdim. Men davomli program tuzmayman o'zimniki kasbida. Bir narsalarni loyihalash, analiz qilish, uniki ish unumini baholash, mushtirg'an ko'p o'zim program yozaman, MATLAB degan programda tili bilan. Yaqinda bir ish bo'ldi. Men bir kun vaqt chiqarib bir programni yozib, keyin mashina bir sun'iy aqlga qildirib boqay deb sun'iy aqlga qildirsam, 1 minutga yetmagan vaqt ichida men bir kun yozgan programni yozib berdi bu. Meni yozgan programim 50 qurdak endi kod deymiz programma. Sun'iy aqlning yozgani 15 qur bir narsa yozib berdi. Mondisam 2 soatni o'xshash chiqdi. Demek meniki bir kun 8 soatınca qilgan ishimni sun'iy aql 1 minut qolmayla qilyapti uni. Hozirgi ahvol shundoq. Bunda paylanayotganlar intayin yaxshi paylanayotdi, tez taraqqiyotdi. Hozir 5 dan jiq cho'ng shirkatlar milliardlab dollar pul ajratib sun'iy aqlni taraqqiy qildirishga yuzlim katta bo'la. Ashta bo'g'ashqa hozirdan boshlab 10 yildan keyin dunyoda intayin cho'ng o'zgarish bo'lib ketishi mumkin. Bu o'zgarishning bir misoli men uch kun Elon Musk'niki bir televizorda bergan suhbatdan anladim. U deydi hozir u doktor mashina odamni cho'ng
көптеген санды ishlab chiqarish ishini boshlab bo'pti. U deydi, endi 3 yildan keyin bu ishni qilib bo'lamiz deydi. Eng kechiksa ham 4 yildan keyin doktor mashina odamlarni biz cho'ng son, ko'p sonda sotishga boshlaymiz deydi. Bu odamlar intayin aqlliq. Bir qism diagnoz qilish bu sohada hozirgi dunyodagi eng yaxshi doktorlarni besib tushadi deydi. O'sha gaplarni dedi. Hozir endi bu ishlar mesela taraqqi qilyotidi, cho'ng andishim bor. U nima desanglar, yaqinda men bir ko'rgan dokladda bugun hozirgidan 1 yil burungi ahvollarni sechtirgan chog'da Amerikadagi ishdan bo'shab ketish ahvoli jiq egilishib ketgan 1 yil ichida. Ashaq bo'lyotidi. Odamni qilgan bir qism ishlarni sunniy odamlar, mashina odamlar qilib ketsa, odamlar ishsiz qoldi degan gap. Endi hozirgidek bo'lgan chog'da o'tganda sayyohlar tapadim, uyda ishlagan odamlarni yasayotidi, Elon Musk. Unki shirkati azan u $10,000 $20,000gacha ekandi. Ashtaq qilib bozorga salsa buni nurg'a odam olaydi unaqa mashinalarni. Shuning bilan uyda tamitayotgan, uyni tozalayotgan kishilar ham ishsiz qoldi degan gap. Zavodlarda bu bir qism odamlarning ishini mashina odamlar qilsa, u odamlar ishsiz qoldi degan gap. Shu 10 yildan keyin nima bo'ladi dunyo? Masalan, 10 yildan keyin mushta taraqqiy qilib, dunyodagi nüfuslarning tang yarmi ishsiz qolib qolsa, ular qanday jini boqadi? Yaqinda mushaqda bir odamniki tahlilini oldim men. Anlasanlar nayeti uruluq yapayotganda tuyuldu odamga endi, lekin bular hamsi mo'ljalandi. U odam deydi, yani 10 yildan keyin dunyo kommunizmga minishga majburiy deydi. Nimishqa degan chog'da agar hozir yashayotgan odamlarniki yarmiga xizmat bor, qolgan yarmiga xizmat bo'lmasa, ular qanday yashaydi? Ular bulanchilik qildi, odam o'ldirdi, uyni bulaydi, uyga o'g'irlik kirdi. Kuchlardagi haqlarni, kitobga haqlarni og'ida haqqani asosi evoldi degan gap endi, jinni saqlash uchun ashta qildi. Agar diqqat qilsangiz, 2 dunyo urush mezgilida Rossiyaniki urush maydonlarida nurg'a odamlar o'lib ketdi, to'nlab, ochliqdan o'lib ketdi. O'lib ketgan chog'da saqaga odamlar uylarniki go'shtini qo'lida ko'lab yurib, to'nlab qolgan go'shtlarni yegan ahvollar bor. Odamlarga o'zini hayot saqlash uchun qilmaydi. Masalan, bir misol qilib beryapman men. Agar dunyo nüfusunun bir qismi ishsiz qolib qolsa, ular chiqib eski ishlarni qilishga boshlaydi, jin saqlab qilish uchun. Amaliyotda yaqin yoqi eski ishlarga yuz berish nisbati intayin tez o'syapti. Biz yashayotgan yerlarda mana shunday. Bizniki uyimizning mahallasi yaxshiroq. Burungi mahallamizniki bir qo'shnilar degan bir ijtimoiy tartibsi bor. Shu yerga bo'g'a ishlarning xabarlari chiqib turdi. Hozir shu uyga o'g'irlik kiradigan, mashinasini o'g'irlab ketadigan, mashinasining darisini chiqib, ichki narsani akitadigan mushta ishlar kundaligidek yuz berib bordi hozir. Burungi qarag'anchada intayin tizishib ketdi. Men burungi uyimda 20 yil yashadim. Shu jarayonda bir qancha oqshimisi men garajning eshigini yopishni unutib qolgan. Garaj uchuq kechish uchuq. Atsi qo'pib sezdim ishni uchuq qolganligini, ammo garaj hech narsa yo'qolmagan endi. Ashta boshqa hozir unda ahvollar yo'q bo'lib ketdi bu yerlarda. Garaj uchuq qolmasimi o'g'irlik kirdigan ishlar bor. Shunga 10 yildan keyin zaten nima ish bo'ldi bu ishsiz qolganlar qanday yashaydi degan savol chiqdi. Men ko'rgan programda chiqqanda odam bir kitob yozibdi bu odam bu vaqtda. Deydi. Endi dunyo kommunizmga mangdi deydi. İşlep pul tepatkan adamlar ve sünni adam, sünni akıl, maşine adam bular işlep çıkan iqtisadi qimmatni ishsiz qolgan odamlarga bilan tang hashlash kerak deydi. Unda qilmaganda odamlar albatta deganda jamiyatni buzib nurg'a ishlar yuz berdi deydi. Shunga u zoti qanday bo'ldi bilmaymiz, lekin bu taraqqiyot intayin tez. Hozirdan boshlab endi 10 yildan keyin biz tunayolmaydigan ahvollar o'tirib chiqishi mumkin, biz faraz qilib boqmagan ishlar. Mana shularniki ba'zi qismlar endi. O'tganda sizlarga dedim men, hozir koinot sohasidami intayin cho'ng o'zgarishlar bo'lib ketib bordi. Men shu kun nimaga
bir narsa chiqargandim Facebook'a. Hozir Amerikaniki Artemis degan bir olam ushqurini oyga chiqarish qurilishi boshlanib ketdi. Bular 2022 yılı tunji qatimliq Artemis'niki birinchisini olam boshliqqa chiqarib, uni sinab qilgan 2022 yılı. Yaqinda ikkinchisini qiladi. Artemis 2 ikkinchi Artemis degan narsani olam boshliqqa chiqarmoqchi. Bu qatim birinchisida odam yo'qdi. Odam yo'q, faqat sinaq shaklida aylantirib sinab baktı uni. Ma ikkinchisida odam bor. Buningda 4 odam bor. Buniki yengiligi bu qatim bir qartalik bor, bir ayol bor. Aniken yana boshqa davlatdan kelgan odamlar bor. 4 odam birga chiqmoqchi. Bular bu qatim Artemis ikkinchi Artemis oy shariga berib, uni bir aylanib etib, yasharga qaytib keladi bu qatim. Aslida shu yaqinda qo'yib bermoqchi buni. Lekin alqi bexatarlik nashrı toz o'lchamga yetmay, shu bilan uchumidi buni. Kilar ayda kaynatib chiqarish mumkin, kilar ayda osmon chiqarish mumkin, hozirgi paraz shu plan. Uchinchisi, qatim odam chiqarib, uni oyga qo'nmoqchi uchun qatim chiqqan vaqtida. U qojilarda bo'ladi, men uni hozircha bilgan tashlab olmabman, chiqib uni ikkinchidagi u bo'lmoqchi. Mana shu ishlar bo'lyotdi. Ba'zi qarindoshlar so'radi, nima uchun 69-yildan kishilar oyga chiqmaydi, hozir chiqadigan bo'lib qoldi deb. Ay qiziqarli shar emas u. Oyda ishim yo'q. Havomi bek oz, intan oz bir necha %mikin yasharsa o'shanchada bek oz havo bor edi. Boshqa qiziqarli ish yo'q. Endi hozir biroqlamkin dunyoda oyga chiqish bir to'lqini bo'lib ketib bordi. Buniki sababi nima desanglar, olam bo'shliq sodisi, olam bo'shliq san'ati degan bir yangi ism o'tirib chiqdi hozir. Yaqinda intanca shirkatlar qurilib ketib bordi bu jihatda. Lekin oyda birisi san'at ishlari, tajribaxona u ishlarni qilmoqchi, lekin buni olam bo'shliqdagi boshqa yerga berishniki bir punkt qilib ishlatmoqchi bu. Oldidan odamni oyga chiqarib, oydan boshqa yerga boradigan. Masalan, undan keyingi birinchi nishon Mars. Mars degan bizning qo'shni planeta, u yerga odam chiqarmoqchi. Aslida qisqa oyga oldi chiqib, ya'ni u yerga chiqarmoqchi. Shu sababdan hozir Amerikaniki qiziqishi boshqadan qo'zg'aldi. Buni sistemlik ep beryotdi. Sizlarga yana bir gapni deb qo'yay. Mushu haftaniki ishida kun o'ltirgandan keyin osmonda 6 planeta tang ko'rindi ekan. Bu nayt az uchragan ahvol 6 planeta tang ko'rindi ekan. Agarda sizlarda Skyview degandek app bo'lib qolsa, telefonlarni ko'rsatdi ularni. This weekend dedim, shu bugun ertadan boshlandi ekan bu. Boshlanib bir hafta davom qilgan shaydi. 6 planetani tang ko'rgan bo'ldi ekan. Men bu vaqtda yana uchib birman. Arada qiziqadigan qarindoshlar bu fursatni qo'li o'tkazatmanglar. Ondan keyin NASA'nın bir olam ushqiri hozir kunga yaqin ketyapti. Kunni tekshiradigan olam ushqiri. Bu NASA hozir qadar yasagan olam ushqiri ichidagi surati eng tez bo'lgan olam ushqiri 1 soatiga 690 ming kilometr mangdi ekan. Burun NASA'dan Marsga mangdigan olam ushqilari soatiga 60 kilometrdan 60 ming kilometrdan 90 ming kilometr 80 ming kilometrlarga uchdi. Aslida qilib 10 oyda bordi. Hozirgi mavi 690 ming kilometr uchdi ekan 1 soatiga. Bu nurdinki suratiniki 0.0 mingda 64% aşık süratga yetibdi mavi. Andan keyin buning temperaturasi 1300 gradusga chiqadi ekan. Selsiy gradus.
1300 Celsius gradus kunga yaqin bo'lgan vaqtida mushta ishlar bo'lyotdi. Men shu kun tekshiradigan bir teleskopning ishiga mazra qatnashdim. O teleskopda burun chiqqan bir teleskopga bir kishi tosh tekitib bu tatgan resimlari buzilib ketgan shuni kompyuterda hisoblab o'sha narsa qanchalik cho'nlikdagi buzilib ketgan yerdan mushtaq ko'rinish chiqadi degan narsani qilib boqdim men. Andan keyin yana bir ish. To'g'ri, albatta deganim shu keyingi bu oyda chiqarmoqchi o Artemis, ikkinchi Artemis degan hozir keyingi buni osmonga chiqaradigan ikkinchi fursat 3-oyda, 3-oyning oxirida, 3-oyning oxirida yana bir fursat bor deydi. Bu qatim chiqaramizsa 9-oyga kelib qoladigan şey edi. Yana bir ishni deb qaydirdim, o yashardagi o'zgarishlar to'g'riliq kishilarning har xil andishalari bor. Mana bir sonni ko'rib qoldim men. Dengizning suvi o'rlab o'tibdi. Dengizning suvi o'rlab o'tibdi, o'rlab 1993 yildan hozirga qadar dengizning suvi the data record shows that the average global sea level has gone up 4 inches since 1993 yilga qaragan chaqda 10 santimetr o'sibdi. Suniki egizligi, dengiz suvining egizligi 10 santimetr o'sibdi 1993 yilga qaragan chaqda. Buningdan 30 yil burun degan gap. 30 yil burun bo'lsa turgan chaqda 10 santimetr o'sibdi. Şuna demekçi ama kızık resim uçuş çıkmadı. Telefonum sarılıp kaldı mı? 30 yılda 10 santimetrlik üstü sonunki. Şuna çok xatarlik emas ama sonu üstüptü. Şuna sizlarga sanni deb qo'ydim. Andan keyin Floridada mustaq raketalarni ichidagi odam ushqurlarini o'rnatib, hammani qo'shtiradigan bir uyi bor Floridada. Men burun bu yerga berib boqqan, berib shu resimim bor bu yerda. Mana ichidagi bir resim chiqdi ekan, sizlarga bir ko'rsatib qo'ydim. Qarab boqinglar, intayin egiz uyiniki egizga intayin egiz. Cho'ng chaqva bir platform deydi. Bir karvat bor, karvat texnasi. Raketani shuni ustida qo'rashtirib, olam ushqurini bekitib, hamma narsani shu yerda qilib, ashta qilib, hammani sinoq qilib bu yerda qilib bo'lgandan keyin bu ostidagi chaqva harvini so'rab osmonga chiqarga olib bordi. Bir necha kilometr mangdi u yerga, bir necha kilometrga minishga qilib uzoq vaqt ketdi. Bir cho'ng boshqa bu narsa. Bu yerda asosiy masalaga ma'noki o'yin ichini bir ko'rsatib qo'ydim, rasm chiqdi. Andan keyin bu nimeniki Marsning ustidagi bir qism ko'rinishlar chiqqanda buni ko'rsatib qo'yasizlarga. Mars ko'rinish, Marsning ustidagi tosh to'pilar, Marsning ustidagi narsari. Bu xabar nima to'g'ri ekan desanglar, yaqinda Mars ustida bir olam ushquri bor. Perseverance degan bir olam ushquri NASA'dan chiqqan. Bizning idora yasagan buni. JPL degan meniki idora. Buni yaqinda sun'iy aql bilan mangdiribdi, xil uzun yerga. Sun'iy aql qanday mangsa bo'ladi degan narsani sun'iy aql deb beribdi buni. Shunga koinot kishilar bilan sun'iy aqlniki birlashmasi mushtarak bir xabar ekan, shuni sizlarga ko'rsatib qo'ydim. Shunda qilib
Kainat haqida buguncha müştəpirək, hazır çıxıb nurgu işlər buatıdı. Xudayın burası bunun için hakikaten söylediğin çağda kainat hakkındaki, hazırki yeni teknoloji hakkındaki yeni nesillerini koşup tepirişke tirişimen. Ahırda ki degan gepim, aldığımızdaki uyatınçısla Perşembe günü keşte, bizdeki ulug' Ramazan ayimiz başlandı iken, şuna men keyingi qitimliq videoni Ramazan boshlanib bo'lganda qildi ekanman. 2 hafta bir bo'lgancha o'tib ketdi ekan oraliqda. Shularga sizlar amallarniki Ramazan oyiga oldin muborak bo'lsin. Mushunga qo'shib deydigan gapim, biz yilda bir qitim iyan to'plash qilyapmiz Euro Project fondiga Ramazan oyida. Bu oydami bu yilmi shunday qilamiz. Men vaqti kelgan chog'da Ramazan boshlangandan keyin bu to'g'riliq Facebook'ta e'lon qilgan narsani chiqarman. Boshqa WhatsApp gruppalarga bir narsa mangdirishim mumkin. Bu yilni boshlanishni qilamiz. Hozir chet elda vatanimiz Sharq Turkiston yana 1-2 yildan keyin ozod bo'lgandek ashundoq bir umid bilan yashayotgan qarindoshlarimiz bor. Qiljik bundaqlar. Men abiyatin sizlarga 5 fevral munosabati bilan namoyish qilgan davlatlarning ismini bir atab qo'ydim. Agar mening Facebook'imga kirsanglar, shu yerda nurg'un videolarim bor bu haqda. Shu qarindoshlarning namoyish qilayotgan ahvoli. Demak, chet eldagi Uyg'urlar ichidagi 10-20% insonlarimiz yana intayin umidvor yashayotdi. Vatanimiz xuddi 1-2 yildan ichida ozod bo'lgandek qo'ldan kelganning hammasi qilib yashayotdi. Uyg'ur Project fondi shundoq. Sizlar ko'p turibsizlar, ishlarni qilyapmiz. Biz yaqinda Uyg'ur Project fondiniki 2025 yilda qilgan ishlarini xulosalab berdik Uyg'ur pochtasiga. Ular to'rbetiga chiqardi. Men uni taqib qo'ydim biroz. Qiziqadiganlar ko'p baqsanglar bo'ladi. Uyg'ur Project fondi nima ish qilibdi 2025 yili. Faqat bir yilning ichidagi gap bu. Xudoyim bursa yaqinda biz yana Uyg'ur Project fondi 2019 yilda qurilgandan keyin nima ishlarni qildi, bularni xulosalab to'g'ri chiqarib qo'ymoqchi. Yeni ko'ralaysizlar. Shu bizniki yaqinda qilgan ishlarimizmi? Yaqinda qilgan ishlarimizdan bir qanchasi bor. Men o'tganda ba'zilarini dedim. Oldin menga bu yerda sizlarga shunlarni deb qo'ydigan bir gapim. Uyg'urlar yo'qmaydi. Mumkin emas Uyg'urlarning yo'qishi. Mayli Xitoylar qanday tadbirlarni qo'llansin, nima ishlarni qilib kelsin, men bilgan bir qism ishlarni deb berdim. Nima ishlarni qilayotganligini. Buningdagi nurli ishlarni qilishim mumkin. Uyg'ur yo'qmaydi. Uyg'urcha so'zlaydigan yoki Uyg'urchaga yaqin so'zlaydigan Uyg'urlarniki yoki Uyg'urlarnikiga yaqin madaniyat yashaydigan insonlarning soni intayin ko'p. Dunyoning nurg'un yerlarida bor. Men yaqinda o'tgan yil 2025 yili 5-22 kuni Qozog'istonniki Astana shahrida o'tkazilgan Murat Ahmediy akamizniki 75 yoshga kirganligi munosabati o'tkazgan bir faoliyatni ko'rdim. U faoliyatda hamda nurg'un odamlar kelib qatnashibdi. Ko'rib shundoq suyunib ketdim. Maqsadim bu so'rini sizlarga ozroq ko'rsatib qo'yish. Şuna Uyg'urlar yo'qmaydi. Albatta men deganda chet eldagi nurg'un qarindoshlarimiz vatanni aytib yaqinda ozod bo'lgandek
holatda yashayotidi, kuchayotidi. Uyg'urlarniki tili, madaniyati, boshqa Uyg'ur elementlarining hammasini saqlab qolish uchun Uyg'ur Project fondimiz shu. Ondan keyin Xitoy hukumati patiqanda o'lib ketadi deb bu faraz o'tirib chiqayotgan qarindoshlarimiz bor. Masalan, Kanadadan Gulshan Abduqodir singlimiz degandek. Biz yaqinda Gulbostonniki Uyg'ur bolalar qo'shoqlari degan bir kitobidan 700 parcha bostirishga iqtisodiy yordam qildik. Sizlarga o'tgan dafadim. Buningki 71%ni chiqardik. Undan keyin Sarxilla ma'rifi yaqinda bir faoliyat o'tkazdi. Matematika, Uyg'ur madaniyati, tarixi, san'ati, kitob o'qish mushu sohada bir musobaqa o'tkazdi. Bularni bizga pulga iltimos qilgan, bizga iltimos qilgan pulniki 67%ni biz chiqarib berdik. Andan keyin hozir 106 dona bolalarniki videolik naqshasi ishlanyotidi. Bu yil bitadi bu. Bu yilniki 5, 6, 7 yillarda bitadi, o'tirib chiqadi. 6 video. Buniki ham chiqimini, 6 videoning chiqimini Uyg'ur Project fondidan pul chiqarib berdik. Bizniki uning boshqa qilayotgan ishlarimiz bor, har oylik chiqimimiz bor bizniki. Video chiqarish, andan keyin jurnal chiqarish qatorliq ishlarni chiqim qilamiz. Shunday qilib tirishyapmiz. Bizga kelgan iltimoslarga biz to'liq pul berolmayapmiz. Albatta men degandek 71%, 67% deb pul sonini demedim. Mana yordam qilyapmiz. Pulimizni ahvoli qarab turib. Ish qilaman deb tirishayotgan qarindoshlarimiz bor. Soni jiq emas, ammo bor. Davomli tirishayotdi bular. Endi chet eldagi Uyg'urlar ichida iqtisodiy ahvoli yaxshi odamlarimiz nayt ko'p hozir. Yillik kirimi 100 mingdan oshadigan Uyg'ur qarindoshlarning soni necha yuz chiqadi. Ashta boshqa mening magaplarni deyishimga sabab endi yani to'plash boshlagan chog'da sizlar ish qilamsanlarmi, ish qiladigan qarindoshlarga mana pul yani qilish orqali yordam qilsanglar. Bizniki hisobimiz intayin aniq. Yine ba'zi gaplarni keyin deb beraman men sizlarga. Ish qilib mana hozircha ismini hesab qo'ydim. Ish boshlansa yordam qilsanglar. Ish qiladigan qarindoshlar ish qilsa iqtisodiyot yordam qilganlar yordam qilsang sizlar aqsab turib ashta yordam qilsanglar bo'laverdi. Bu millat uchun qilgan yaxshi ish. Shuni oldindan bir deb qo'ydim. Amsa bo'ladi. Bugungi videomiz shunday bo'lsin. Kelar qatim ko'rishga omon bo'linglar. Ramazon oyinglarga oldin muborak bo'lsin. Xayr xo'sh, Allohga omonat.